Buni rangini ko'rib tag'in plyonka yopishtirilgan deb o'ylamayapman. Bu shunaqa zavodskoy bo'lib chiqqan. Sotuvimizga navbatdagi juda ham ideal holatdagi bo'lgan Genesis GV80 avtomobilini olib kelib qo'yganmiz. Buni turishini qarang, juda ham chiroyli bitga ega bo'lgan SUV, gap bo'lishi mumkin emas. Chetda o'zi like qizartirib qo'ying. Hammamizga kamda shunaqa avtomobillar haydab, yaqinlarimizni xursand qilib sovg'a qilish nasib qilsin. Avtomobilimiz 2021-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 41 ming kilometr masofa bosib o'tgan. 3,5 litr twin turbo motor bilan jihozlangan Michelin ballonda aziz do'stlar. Tak, Dutch Puzon beskучевой достуp. Buni ichki saloni bor, shunaqa ko'zga yoqadi. Endi qarasangiz, двухцветный qora va bejviy kojniy salon bilan jihozlangan. Audio sistema, leksikon, pamять сидения. Gap yo'q. Head-up display deysizmi? Ikkitalik katta panoramli krisha va patologlari Alicantara, mazaq bosib hayda oladigan joy. Bizning Telegram sahifamiz ham bor. Srochno obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib shunaqa markalarni ko'rsangiz bo'ladi. Albatta zo'r narxlarda. Tak, 360 gradus kamera va podsvetkalariga alohida e'tibor qaratib qo'yasizlar. Bu avtomobilimizda Abdul Fabagrevdan tashqari hattoki massajlargacha bor. Mazaq massajlarini olib ketsangiz bo'ladi. Orqa qatorlarni ko'rsatib o'tamiz. Juda ham keng qilib ishlab qo'yishgan. 4 zona klimat kontrol, hammasi ham elektrik privodda va yetmaganiga o'zini shunaqa elektriskiy shtorkalari ham mavjud. Avtomobilimiz ideal holatda. Bu videoni srochno shunaqa avtomobil ravo ko'rgan tanishingizga yuborib qo'ying. Narx opsiyasida ma'qul kelgan bo'lsa, pastki raqamdagi telefon qilib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, joningiz sog' bo'lsin.